SPF kremlarimiz ikki xili bor. Farqi nimada? Juda ko'pchilik so'raydigan savollardan bittasi. SPF kamiz bu yuzingizni himoyalab beradi. Quyosh nurlaridan, ya'ni dog' tushib ketmasligini, ajin tushib ketmasligini va sepkillar ko'payib ketmasligi uchun SPF kremimiz sizni himoyalab beradi 50 gradusgacha va yuzingizni 8 soat davomida himoyalab turadi. Keyingisi SPF kamizni e'tibor berayotgan bo'lsanglar, bu ekspert seriyasining SPF kasi. Bu yuzingizni oqartirib, yuzingizga dnevnoy krem vazifasini ham bajaradi, ham yuzingizni uvlajnatsiya qilib, mayda ajinlaringizni tarqatib beradi, ham sizni yuzingizni polniy quyosh nurlaridan himoyalab beradi. Qizlar, e'tibor beringlar, SPF olayotganinglarda ichida UVA bo'lsa olinglar, chunki u ultrabinafsha nurlarni polniy qaytarib turadi. SPF ga sotib olishganda eng asosiy narsalardan qaraydiganimiz UVF va yuzni oqartirib bunda surganinglarda tonalkani tagidan ham sursanglar bo'ladi va undan tashqari SPF 50, ya'ni sonini qaranglar. SPF kalarimiz bemalol xarid qilishinglar mumkin.